Hammaga salom. Manda raspakovka chek. Voy, paketimning og'irligidan qarang, narsalar chiqib ketyapti. Uzundan shunaqa narsalar zakaz qilganman. Hozir birgalikda raspakovka qilamiz. Nimalar keldi ekan desam, o'sha bittasi. Yana bitta narsa. Bu ekan, ochamiz. Nima ekan? Wow, qaranglar, mahkam bo'lishi uchun ichida shunaqasi ham bor ekan. Kim yana yoqtiradi shuni? Yoshligimda shuni 2 soatdan paqillatib o'tirishim mumkin edi. Kim yoshligini esladi? Endi shunaqasi kesib tashlaymiz. Buni hidi bor krem deyishgan. Endi ikkinchi paketda raspakovkasi. Birinchi narsa. Voy, bunda ham o'sha men yaxshi ko'radigan paket bor ekan ustida. Paqillatsa bo'ladigan. Yana shunaqa nimadir solib berishibdi. Ham narsa zakaz qilsam 10 ming skidka bo'lar ekan. Ежевика adashmasam Blackberry. Ежевикada bugun shunaqasini oldim. Wow. Hidi dahshat. Mana o'tgan safar olganim oyimga yoqqan edi, o'shaning uchun bitta undan, bitta bunaqasidan buni onamga zakaz qildim. O'tgan safar olganimning videosini qo'ygandim. Hidi menga mango yoqadi, shunaqa освежающий. Именно bu tayskiy mango ekan. Tayskiy mango qanaqa bo'lar ekan deb tavakkal qilib olgandim, chunki mangoni hidi menga yoqadi. Voy, tayskiy mango deganlar в общем dahshat ekan. O'sha rosa yoqqanda videoga olgandim. Uni ko'rib onam menga ham shundan zakaz qilib berdi dedilar. O'shaning uchun mana buni onamga zakaz qildim. Buni ham qo'l krem xuddi shundan zakaz qilgandim o'zimga. Buni hidi o'zimga yoqqani uchun buni ham onamga zakaz qildim. Skrab o'zimga. Именно bunaqasini hali ishlatmaganman. Прям ежевика. Voy, hidi shunaqa gupillab kelyapti, shunaqa освежающий mevani hidi. Buni ham ishlatib, yoqsa albatta sizlar bilan bo'lishaman. Bu mahsulotlar kimga kerak bo'lsa, hammasini havolasini, ya'ni uzumdagi artikulini opisiyaniyada qoldiraman. Bemalol o'tib, narxlarini ko'rib, kimga kerak bo'lsa xarid qilishingiz mumkin.